Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hormani. Salomatmisizlar? Xudo xolasa bugungi sanamiz 3-aprel. Men Toshkent shahar To'ytepadaman. Bugungi sizlarga ikkinchi otimiz sotuvga qo'yilyapti. Otni kallasini, formasini mana. Tabrolarida bir e'tibor qo'yasizlar. Tabrolar gazoviy tabrolar. 77-konzavod. 77 ni bilasizlar. Ko'pchilik 77-konzavodga ishqiboz. Yomon ot chiqmagan. Otni o'zi mana aytib turibdi. Ot bo'yicha ma'lumotni doimgidek akamiz. Aka, yana bir bor assalomu alaykum. Yana bir bor assalomu alaykum aka. Hormay, xudo xolasa bugungi bir boshqachasi ekan-a? Xudo xolasa aka, bu otni o'zimiz minib, o'zimiz tarbiyasini qilib, xudo xolasa bir ot qo'lga kelganiga bir 2 yil, 3 yil bo'lib qoldi buni ham aka. Otni ma'lum bir sabablarga ko'ra sotadigan bo'lib qoldik. Aynan bir joylari chiqqani uchun o'zi ot sotiladigan ot emas edi. Bu otda aka tarixi juda chiroyli, juda go'zal bo'lgan. Buni kallalari bir kallasini olsangiz, kallada go'sht kelmaganmi? Boysunga o'xshagan bo'yin kelgan bunday kalla. Ana shu tarixda bir havas qilib, niyat qilib oluvdik. Boysunga havas qilib, aka tarixi juda go'zal bo'lgan aka bu otni olinishini. Juda tortishuvlar bilan nima deydi, ot sotaman degan paytda ko'pchilik kelganda, bir akaxonni o'zlaridan olganmiz. Otni uyiga keyin ko'pchilik kelganda biz ham shu nima deydi, bostirib borganmiz shu ukam bilan. Yana bitta 3 kishi bo'lib borib, otni birinchi savdo qilgan odam aka xudo xolasa o'zini o'shanga sotaman dedi. Ot egasi akamiz haqiqatda mujiklik qildilar o'shanda bizga bir. Ot minganiki dedilar. Ot minganiki, mana oldimga birinchi kelgan odamga dedi, sotaman kelsa dedilar. Aka xudo xolasa otni bir 2 yil mindik. 3-yilga. Aka otni uloqda, chopishida, oyoq qo'lida bir nuqsoni yo'q. Nuqsoni yo'q. Otni ko'ryapsiz? Ko'rpacha kelgan ot. Oyoq qo'li hammasi butun xudo xolasa. Ularni o'ragani sababi otni xarakteri tezda aka. Hozir haydasa ko'rasiz. Ot xarakterining tezligiga ko'pchilik o'ylaydi, xarakteri tez ot oyoqni ushlatmaydi deb o'ylaydi. Yuvoshmas deb. Ana o'shani hisobiga men aytdim, ot oyog'i o'rab olgin dedim. Buni mana ko'rsangiz aka, buni yechiradigan qilgan. Iloj boricha skoch qilmagin dedim. Yechib ko'rsatamiz deb. Mana yechib ko'rsatib, mana aka. Mana boshalari. Hamma oyog'i kelgan aka, hamma oyog'i butun otdi xudo xolasa. Mana aka. Bir g'ashlik qilmas ekan-a? Umuman odamga bir ziyoni yo'q aka. Odamga juda mehribon ot. Yuvosh. O'zi nima deydi, biz umumiy qilib olib aytganda odamga oyoq ko'targan, yo'q og'iz solgan otni uyda ushlamaymiz aka. Qo'pol qilib uzoqdan olib kelgandan ko'ra umumiy qilib aytganda, oyoq ko'targan, og'iz solgan otni umuman ushlamaymiz uyda. Buni uloqlarda nima gap aka? Buni uloqlarida aka, oldi orqa mana Toshkentda ulog'iga aka xudo xolasa oldi orqa bir xil ishlaydi aka. Oldi orqaga. O'zimizda mana 100 ta 200 ta ot ichida o'zimizda atrof chekadi. Oldiga ishlatamiz. Mana shu ukamiz oldi ishlaydi, o'zim orqada ishlayman. Qorachayonda orqasi shuni ko'tarib berardim aka. Qorachayonda? Ukam mana shu oldi o'zidan qiladi, shu ko'tarib shuni bosgandan aka marrani qidirib qoladi aka bu ot. Oyog'i bir o'ta yengil. Chopishlarini bir ko'rsak bo'ladimi? Yengil-a? Bo'ladi aka. Tezliklari. Bir 50-60 metr haydab ber. Bo'ldi. Bo'ladi. To'xtashlari ham joyida ekan-a? Rollari aka gidravlika. Jilov sal bo'sh qo'ysa ketar ekanda? Shunaqa aka. Otilar ekan-a? Ot aka xuddi mana shu holatda, qalbga ham xuddi shu holatda kiradi. Bo'ldi. Aka buni mana Buxoro, Navoiy tomonlarda bilasiz yakka. Shunaqa. 160 tepasi otlar o'sha tomonda yaxshi ishlaydi. Shu tomonlarga yakkaga tavsiya qilsa bo'ladimi? Aka, yakkaga tavsiya qilsak bo'ladi. Qanaqa darajada tavsiya qilsak bo'ladi? Kechagina Qorachayonda ham shu to'g'risida tortishdik telefonlarda. Aka dedim, takan ustiga borganday kelgin dedim. Polvonni dedim, joyiga kelsa 3 sekund, joyiga kelsa 5 sekund vaqti bo'ladi dedim. Aka, ana shu joyda polvoningizni usbet qilsa qildi dedim. Usbet qilmasa dedim, ot takani ushlaganini bilsa dedim, ketib qoladi, o'zini tiklay olmay qolsa. Qorachayonni shu nima bilan tortishib qoldik-da bir odam bilan. Bu otam xuddi shunaqa aka. Taka tekkandan keyin yo'q bo'ladi. Taka tegsa yo'q qoladi aka. Taka shuni badaniga, shuni oyog'iga tegsa bo'ldi buni. Bu badaniga chiqquncha yo'q qoladi aka. Dixanalari toza aka? Dixana toza. Fir yo'q.
otni bitta joyida nuqsoni yo'q aka, xudo xolasa. Otimiz xudo xolasa 2018-yil. 2018-yil. Xudo xolasa bu yil otni yoshi kuchida. 8 ga o'tibdi-da. Yo'q. 7 dan 8 ga o'tgan bo'ldimi shunda? 7 ga ketgan. 7 ga kelyapti aka, xudo Ha, xolasa. 7 ga. Ha, ha. 160 plus aka otimiz. 160 plus. 160 plus, 160 plus chiqadi. Boysunga havas qilib Boysun deb qo'yganmiz aka buni ham. Laqabi Boysun. Laqab Boysun deylik. Ha, Boysunga havas qilganmiz aka, xudo xolasa. bo'ldi. Ot formalarini ko'rdinglar, bichimlarini ko'rdinglar mana. Xudo xolasa sizlarga bugun yaxshi ot, yana bitta ot sotuvga qo'yilyapti. Tabrolari bor, ishonchli narsa. Ot juda kuch ko'p narsaga o'xshayapti. Kelib ustiga chiqib minib ko'rganingizda bilasizlar. Endi kimga shunaqa ot ma'qul bo'lsa, meni shablonimda Navoiy, mana Buxoro tomonida mana shunaqa ot, yakka ot yaxshi ketadi. O'z otni kallalar aytib tezligini, chaqqonligini, semizligi uchun, kun isib qolgani uchun uncha qo'yib yuborilmadi. Oladigan xaridor bo'lib kelsanglar, o'zing uchun bir yengil qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Xo'p aka, endi Boysunning narxini aytamizmi? Aytamiz aka, xudo xolasa. Necha pul deymiz? Hammasini narxini aytamiz aka. Aka, Boysunning narxini $6000 kelishadigan joyi bor aka, Abdulaziz aka, xudo xolasa. 6000 kelishtirib beramiz. Kelishadigan joyi bor. Shu yaqin o'rtada kelishsa, buni ham bitta ikkita uloqga olib chiqib solib beramiz. O'zlari shuni otib topshiramiz. Polvon bilan kelishadimi, o'zlari kelishadimi otga tushungan odam. Shuni uloqqa bitta ikkita uloqqa solib olishadi. Bir ikkita uloqqa dam olib berdi. Konkretniy uverin bo'lgandan keyin pulni sanaveramiz, Alloh xolasa. Mana narx-navosi aytildi. Kelishdan oldin baribir telefon qilasizlar, bular ham otni tayyorlab, sovutib, qornini bo'shatib qo'yishadi. Hozir mana biz Fulshani keldik, qorinlar to'qilgan ot. Hop, nasib bo'lsa telefon nomerlarini qoldiramiz aka. Telefon nomeri qoldiramiz aka, xudo xolasa. Savdolar barakali bo'lsin, yo'qsa yana bir yaxshi otlar bo'lsa, To'ytepadan chiqaraveramiz. Ishlarga rivoj. Keyingi efirlarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Boysun sotuvda mana.